Bir kuni Stiv daraxt chopib o'tirardi. Unga ko'proq daraxt kerak edi. Stiv daraxt chopishda davom etarkan, kecham tushib qoldi. Deyarli kech tushgan vaqt Stiv haliyam daraxt chopishda davom etardi. Stiv daraxt chopishda davom etarkan, to'satdan g'ordan g'alati ovoz eshitildi. Stiv g'orga qarab yurishni boshladi, chunki unga o'sha ovoz qayoqdan kelayotgani qiziq edi. Stiv g'or tomonga qarab yurishni boshladi. Va Stiv g'orga kelgan vaqt kutilmaganda hamma joy qorayib ketdi va Stiv hushidan ketdi. O'sha kundan beri Stiv g'alati jodu orqali mana shunaqa ko'rinishga keldi. Shundan beri Minecraftda tinchlik yo'q edi. Videoga xush kelibsizlar bolalar. Sizlar bilan men Dima Minecraft. Bugungi videoda men o'sha la'natlangan Stiv bilan yashab qolishga harakat qilaman. Unda videoni boshladik. Va do'stlar, biz ajoyib joyda spawn bo'lamiz va sandiq ochib ko'raman. Wow, sandiqda ko'rganingizdek qilich va kirka paydo bo'ldi. Va endi men sandiqni yig'ishtirib olsam bo'ladi. Va men sandiqni yig'ishtirib oldim bolalar. Endi biz vyjvaniyani boshlasak ham bo'ladi. La'natlangan Stiv bilan vyjvaniya bizda boshlandi do'stlar. Birinchi bo'lib men daraxt terib olaman. Va men vyjvaniya davomida kerak bo'ladigan 5 ta daraxt terib oldim do'stlar. Endi men verstakka yasasam bo'ladi. Verstak tayyor do'stlar. Endi men o'zimga bitta topor yasab olaman, chunki vyjvaniyada topor bizga ko'proq kerak bo'ladi. Biz topor bilan ko'proq daraxt yig'ishimiz kerak bo'ladi. Daraxt hozircha bizda yetarli do'stlar. Endi men mana sandiqni buzib olib o'zimga shaxta qidirsam bo'ladi. Do'stlar, Minecraftda ovozni o'chirib qo'yganman, chunki buni sababi bor. Chunki nariga Mimikr, ya'ni la'natlangan Stiv ovozi juda ham baland do'stlar. Video davomida juda ham baqirgan. Shuning uchun men videoni, ya'ni Minecraftda ovozni o'chirishga qaror qildim, ya'ni sizlarga ovoz balandlik qilib, ya'ni men ovozim past bo'lib qolmasligi uchun. Endi men o'zimga shaxtani deyarli topdim desam bo'ladi. Mana men teparoqda bitta toshli joy bor ekan, o'sha yerdan men sekin shaxta kovlashni boshlayman. Ana do'stlar, ana ko'rishinglar mumkin. La'natlangan Stiv, mana Mimikr Stiv. Do'stlar, men hech narsani bosmadim. Bu nimadir qilib yaqinlashtiryapti meni. Yo'q, ish qilib daraxtga chiqa olmasa bo'ldi. Yaxshi ham ketdi, daraxtga chiqa olmasa bo'ldi ish qilib. Boyga sandiqdan topgan kirkamni jonini qaraylik, ketib qolganini. Undan ko'ra boru men bu toshli kirka yasaganim yaxshiroq deb o'ylayman. Yo'q deyilib, menda shu temir bor demayman. Demak, temirli kirka yasasam bo'ladi. Ana ish qilib ketgan bo'lsa bo'ldi-da. Maras. Yomon ekan do'stlar. Sekin endi pastga tushish kerak, sekin nimadir ilojini qilib, sekin pastga tushmasam bo'lmaydi menimcha. Qani sekin tushishim ish qilib tirik olsam bo'ldi deganimni qaraylik, moblarning ko'pligini. Do'stlar, men hozir daraxtga qolishga majbur bo'ldim, chunki pastda skelet, zombi, undan tashqari ko'rganingizdek Mimikr Stiv yuribdi. Shunga men o'zimda bor, mana go'sht bor ekan. Jonim ham ketishni boshladi. Chunki menga moblar hujum qilishni boshladi. Agar pastga tushadigan bo'lsam, menimcha aniq tirik qolmasam kerak deb o'ylayman. Mana menda go'sht bor. Go'shtni yeb oldim. Endi sekin bu yoqdan jonni shiqillatmasam bo'lmaydi. Sekin endi pastga tushaman, bir amallab yo'lni qilib. Bo'lmasa bu yoqda qolib ketsam ham bo'lmaydi do'stlar. Endi sekin jon qidirish kerak. Tirik qolish uchun iloji boricha yaxshiroq joy qidirish kerak. Do'stlar, men hali ham yuribman. Do'stlar, men qishloq topdim. Endi qishloqni bo'shatib chiqaman. Yaxshi do'stlar, mana qishloq topdim va nihoyat omadim keldi. Tak, endi menga hozir birinchi o'rinda mana shu mol kerak. Molingni kechirasan, menga ko'proq go'sht kerak va men bitta o'rin oldim mol orqali. Va endi bu yoqdan sekin kravatni chopsam bo'ladi. Va menda kravat bor. Sekin ko'proq kravat
chopish kerak. Eng kerakliroq menga ko'proq narsa kerak hozir. Mana bu uyda narsa bormikan? Bor ekan do'stlar, sandiq bor ekan. Sandiqda 4 ta non bor ekan. Mana shuncha narsa menga yetadi. Hozircha unaqa ko'p narsa olmayman. Tak, bo'ldi do'stlar, hozircha tayyor. Va nihoyat menda yetarlicha narsa bor hozir. Qishloqni o'sha tashlab chiqyapman. Endi haligi mimikri kelib qolmasidan ko'proq narsani tayyorlab turish kerak. Qornim ochib qolgani uchun endi go'sht pishirib olsam ham bo'ladi. Va mana bu shaxtadan yetarlicha ko'mir topib oldim. Endi nima yasasam bo'ladi hozir? Yo jajigalka yetmasa qancha jajigalka bo'lganda haligi portallar yoqib endi anaqaga nedirga tushib chiqarlardim. Hozircha jajigalka yo'q. Lekin mayli, jivani hozircha yaxshi ketyapti. Do'stlar, men uy qurishga ham joy topdim. Men hozir endi taxt yig'ib oldim va endi men sekin mana shu joydan uy qurishni boshlayman. Chunki mimikri ko'rdinglar qanaqaligini, unga farqi yo'q. O'shaning uchun men tezroq uy qurishni boshlasam ham bo'ladi. Menimcha taxta hozircha yetadi deb o'ylayman. Va nihoyat men uy qurishga yetarlicha taxta yig'ib oldim. Men endi uyni devorini qurib chiqsam ham bo'ladi. Va sandiqqa mana qayerga joylashtirsam bo'ladi? Sandiqqa birinchi taxta yasab olaman o'zimga va menda taxta tayyor. Endi mana shu yerdan men pol qurishni boshlayman. Va pol qurgandan keyin sandiq pechkalarni joylashtirib chiqsam ham bo'ladi. Va do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, kichkinagina bo'lsa ham hozircha uy tayyor. Asosiysi haligi mimikri Steve kelib qolmasidan uyni tezroq bitkazib olish. Va men qornim ochishni yana boshlayapti. Shunga meni ozgina qo'y ovlab kelmoqchiman va tezroq qo'y topish kerak. Mana qilich bilan mana qo'y ham tayyor. Endi qo'yni sekin o'ldirsam ham bo'ladi. Va bizda go'sht bor. Endi bu go'shtni sekin pishirib olaman pechkani qo'yib va keyin mimikri Steve kelmasidan meniki narsalarni joylashtirib chiqaman. Mana men pechkani meniki qo'ymoqchiman. Sandiq bunaqasiga turishi shart emas, chunki sandiqni ochsa ham bo'ladi. Va menda narsa tayyor. Endi go'sht pishirib olaman. Yo do'stlar, menda bor ekan go'sht. Va menda uy tayyor do'stlar. Mana eshikni ko'rishingiz mumkin. Mana eshikni tayyorlab qo'ydim chiroyli qilib. Mana ichkarini ko'rsanglar bo'ladi. Pechka va sandiq chiroyli qilib joylashtirib qo'ydim. Yo'q do'stlar, yo'q. Yo'q do'stlar, Steve keldi. Yo'q, yaxshiyam kelib qoldim. Ko'rdinglarmi do'stlar, Steve qanaqaligini? La'nati o'ldirib ketdi meni. Uni maylashni his qilmaydi. Yaxshiyam men narsalarim tushib qopti. Steve qayerga ketdi endi tushunmadim. Bu vashsha g'alati do'stlar, o'zidan o'zi keladi, yuguradi, keyin qochib ketadi. Keyin yana bitta narsa, osmon nimagadir o'zidan o'zi qizarib qolibdi. Menimcha o'sha Steve'dan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uni maylashni his qilmayman. Muhimi tirik qoldim bir amallab. Video juda ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Sizlar bilan men Inktima edim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.